Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalining shinavandalari, podpischiklari va mehmonlari. Mana karmeni kitobimiz bizadan tuxum maydalangani va o'zlarini start karmbi ko'rmalariga qo'shdim tuxum maydalarini. Bu bir kunlik jo'jachalarga beramiz hozir. Bugungi bir kunlik jo'jalar. Mana shu. Qolganini endi chiqaramiz hozir. Mana oy va voy. Hech kim chiqmabdi. Polkovnik tuxumlari. Mana bular polkovnik sizni tuxumlaysiz. Hozir mana bu jo'ja erta bilan yorgan edi, hali chiqmabdi. Bu bilan buni hozir men yordam beraman. Mana bu meni tavuqlarimni tuxumidan. Mana bu erta bilan chiqqan edi, mana bu ikkita, bular erta bilan chiqqan edi. Bularni qilib qo'yamiz. Mana bu tuxum bilan yana bitta tuxum mana bu yerda ko'rdim hozir mana. Hali aylanib uspet qilmagan. Shularga hozir 3 ta anaqaya hozir yordam beramiz. Afsus bilan aytamanki, polkovnik bergan tuxumlaridan mana bu ham polkovnikka, mana bu da polkovnikka, bu ham polkovnikka va bu ham polkovnikka. Bu ham polkovnikka yordam bermoqchi bo'lyapman. Bugun 22-kun o'sha chiqish kerak, lekin qonamoqchi bo'lyapti. Bu o'sha o'lib qolibdi, tuxum ichida chiqa olmaydi. Kuchi yetmagan tashqariga chiqisha. Buni ham kuchi yetmayapti, tashqariga chiqisha yordam beraman desam qonyapti. Mana bu yerda yana bittasi mana teshikcha qilyapti, lekin hali bu yerda ham bittasi teshikcha qilyapti, bu yerda ham bittasi teshikcha qilyapti. Lekin o'sha kech bo'ldi, lekin bular chiqmayapti, lekin baribir ham nadejdamiz uzun biz. Bu polkovnik sizni tuxumingizdan bu ham oyog'ida pati bor mana. Afsuski boya ko'rsatgan ikkitamdan bittasi. Bittani yordam berdik, tepaga qo'ydik. Mani jo'jalarimni tuxumidan mana bu yerda yana bittasi bor ekan. Mana hali bu tirik ekan. Buni ham hozir yordam berib ko'ramiz. Mana tak. Mana bu o'lib qolgan bu polkovnikka, bu meni o'zim jo'jamdan. Tuxumlarim jo'jali, bu ham polkovnikka. Tak что polkovnik sizda yana tak 14 ta hali ochilmagan jo'ja bor. Tak что bugun ham hali kutayotganmiz. Mana tak. Mana bu sariqchalar polkovnik sizniki. Sariqchalari hammasi sizniki, menda sariq jo'ja yo'q. Mana bu sariq jo'jalar sizga. Mana hozir tuxum bilan karmi ko'rma berdim. Oyog'i patlik sariq jo'jalar sizni olib kelgan tuxumlaringizdan. Hozir ko'rsataman. Mana bu. Yana o sariqcha. Yana yo'qda bor. To'rtta patligi bor. Bu kombo hozir chiqdi. Mana bu seravatli rang, lekin hali bu karaxcha, hali o'ziga kelgani yo'q, o'ziga kelsin. Общий счет 5 ta bo'lsa kerak sizniki. Endi bu anaqaga kelayotgan bo'lsak, siz ham 40 ta tuxum qo'ydingiz, men ham 40 ta tuxum qo'ydim. Buning ichida neoplodlari siznikida ko'p bo'ldi tabiiyki, tuxumlari urug'langani ham bog'liq, tuxum boqilgan muhiti ham bog'liq. Tuxumni, tavuqni yaxshi boqsa, jo'jacha normal 21 kungacha normal rivojlanib chiqadi. Jo'ja yaxshi boqilmasa, normal rivojlanib chiqmadi. Mana shu hamma jo'jalarimiz.